Sizlar bilan xursandchiligimni bo'lishgim keldi. Men Muhayyib Beylaman. Men sizdan ancha kattaroq ekanman. 54 yoshdaman. Men ham juda semirib ketuvdim. 102 tortgan kunim, boshlagan kunimda 102 bo'lsa, vesda, u ham 2-3 kun ovqatlanmaganimda edi, 105 ga chiqib ketuvdim. Shu boshlagan kunim 102 bo'lsam, mana hozir 97,55. Ustimdagi nimalar bilan 97,55 chiqdim. Shunaqa xursand bo'ldim rezultatimdan, shunaqa xursand bo'ldim. Qizlarjonlar, aytilgan narsa qilinsa bo'lar ekan. Ketar ekan vesdan ham, ob'yomdan ham. Ana shu bir kunim 10 ming qadam dedi, bir kunim 10 ming qadam yurish qildim. Endi har kuni unaqa yurayotganim yo'q, to'g'risi. To'g'risi 5 ming, 6 ming, 7 ming qadam yuryapman. Endi shanba, yakshanba kunlari yurishim mumkin. Yana sabr kerak ekan. Faqat sabr, xohish kerak ekan, qizlarjonlar. Bo'lar ekan. Hozir ekanmiz, hozir ancha o'zgarish. O'zim shunaqa xursand bo'ldim. Rahmat Xurshida bono sizga. Yana qolganiga davom etamiz, xudo xolasa. Yana ancha vez tashish nimam bor, rejalarim bor. Xudo xolasa. Lekin qizlarjonlar, shu gap. Shu etilgan narsalar qilinib, etilgan ovqatlar vaqtida yeyilsa, oralikda perekurslar bo'lmasa, albatta tashirkanmiz vez.